Livanning Beyrut shahrida qator ikkita portlash sodir bo'ldi. Natijada 43 kishi olamdan o'tib, 200 nafardan ortig'i jarohat olgan. Halok bo'lgan va jabrlanganlar orasida yosh bolalar ham bor. Portlash aholi zid joylashgan Borj al-Barajna hududida politsiya mahkamasining yonida ro'yxatga olingan. U yer Hezbollah qalqon harakatining nazoratida edi. Oralig'i 7 daqiqani tashkil etgan. Ikkinchi portlash birinchi portlashda jabrlanganlarga yordam berish vaqtida aholi yig'ilganda sodir etilgan. Men qo'qqisidan jarылууну uqdim. Andan so'ng hech narsani sezbey qoldim. Maga aynekning siniqlari sayilib qolgan ekan. Ko'p o'tmay qayra jarылуу bo'ldi. Birinchi jarылуу bo'lganda emne bo'ldi ekan deb uydan churqab chiqdim. O'g'lim ko'chada bo'lchi. Ellar qirsiq bo'ldi deb qiqirib yotishdi. Bir vaqtda jarылуу qayra qaytalandi. Terakt Islom davlati guruhi tomonidan tashkil etilgani ma'lum qilindi. Hozirgi vaqtda Hezbollah tashkilotining a'zolari ixtiyoriy ravishda hukumat bilan hamkorlikda Islom davlati guruhiga qarshi jang qiladi. Beyrutdagi portlash Islom davlatining qasd olish usuli deb qaralmoqda. Hozirgi vaqtda Suriya armiyasi jangarilar bilan bo'lgan jangda bir qancha muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritdi. Ulardan biri Aleppodagi to'qnashuvdir. Hezbollah tashkiloti a'zolari Islom davlati bilan oxirigacha kurashishga tayyor ekanini ma'lum qilishdi.